Qancha oldu aka? 25 ming so'mdan 50 ming bo'libdir. Urg'achi torpoqtor. Assalomu alaykum, hurmatli bozor xabarining ko'ruvchilari, подписчиктер. Sizlarga bugungi O'zgun mol bozoridan 21 yanvar kungi realdu bog'larni ko'rsatib beramiz. O'ta ko'pingizlar yozib yotasizlar. Realdu bog'lar sal ko'proq tartib qo'yib tartib berem. To'g'anlar sizlar bo'lsa shu uyda qaragan barmoqchani ezib qo'yingizlar. Ezib baringizlar ko'rdingizlar, ezib hech uyalmasdan kanalga подписка qilib qo'ng'iroqchani ezib qo'ysangizlar, birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Biz bo'lsa boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Aga qancha oldi uy? 94,5. So'yish ha? So'yish mana 94,5 ming. Qancha oldi tug'an? 30,800 bo'libdir urg'achi torpoq tug'anlar. Qancha oldi aka? 74 ming mana so'yishlar. Anan kimde kim reklama bu desengizler, mal qo'y satat desengizler, qayrilsangizlar bo'ladi, nomer chiqadi. Qancha oldi? 31,400 bo'libdir bu qo'y. Shunday o'zgunda. Qancha oldi aka? 47. Bo'z bu. Bo'z. 47 ming so'm bo'libdi shu qonajin. Qattalganini unutmaysiz bizda. Подписаться qilib qo'ng'iroqchani ezib qo'yamiz. Qirg'izalim. Qancha bo'ldi aka? 53 bo'ldi. Geraford mi? Urg'achi torpoq 53 ming bo'libdir. Qatta olib turamiz. Qancha oldi aka bu qolar? 48 ming so'mdan bo'libdir. Tak, dağını so'rab beraveramiz. Biz men bo'lib, like'lar bosib turingizlar. Bozor xabarga tartdim. Qancha bo'ldi aka? 110 ming so'm. Bo'z ha? 110 ming. Torpoq bilanmi? Like'dan bosavering aka. Qancha bo'ldi aka? 13 dan mi? Buga qancha oldi? Bayga. 110 bo'ldi Yine bo'lar ekan men 110 ming so'm. Qo'zulu qo'y. Qancha oldi aka? 16. Angus qancha oldi aka Angus? Qancha qildi? Sotuvadi deydi. Qancha oldi ukam? 86 ming so'm bo'libdir shu qo'y. Aka aqchasini bir aytib qo'ying. 25,5. Urg'achi torpoq 25,5 ming bo'libdir. Bu yoqda erkak torpoqdir. Reklama bo'yicha nomer turadi, qayrilsangizlar bo'ladi. Assalomu alaykum. Hurmatli qirg'izlar, musulmon tug'anlar. Bugungi число 11-yanvar 2024-yil. Men sizlarga qayrilarim, men o'g'lim Muhammad 6 oydan boshlab o'rib keladi. 1,5 yildan beri shu boshidan azobini tortib kelyapmiz. Sizlerden so'ranish mumkin bo'lsa shu balamdan Indiyada alına turgan lечениясына жардам qilib ketingizlar, Allah'ın razılығы uchun. Hozir uchunda balamning boshinin ichida aparat var. Buga cheyim boshidan 3 yol operatsiya bo'lgan. Hozir balamning yoshi 2 yoshda, o'tira olmaydi, basa olmaydi, tura olmaydi. Sizlerden so'ranish shu balamning lечениясына жардам qilib ketingizlar. Allah razı olsun sizlerden. Men dagı shu balamның el қатары өз алдынша басып ойнап кетишин қалайм. Бұны ешке алып шығып жетелеп ойнатқым келет. Мен дагы şu balamның басып кетишине себеп болуп, аз да болсо жардамыңыздарды бериңиздер, салымыңыздарды кошуп. Андагы реквизиттердин баары өзүмө караштуу. Аягы 97деги М-банк номери кымбат К деп чыгат. Анан ошол номерге единица каттары да салып койсоңуздар болот. Сбербанк номерибиз Шайырбек Х деп чыгат. Ал дагы өзүбүзгө тиешелүү номер. Onlar bilip alam desеңіздер, mal bazar, koy bazar, жылқы bazar tartqanımız çıktı. Көріп алсаңыздар болады kanalda. Qancha oldu aka buqa? Ha? Qancha oldu aka? 107'den bo'ldi. Ko'p ekan, Allah shu aka 107 ming so'mdan bo'lib tur. Hozir bular shunday bozorda biri suylaydi, biri tartib qo'yadi. Sizlar bog'lab qo'yingizlar, shuni подписаться qilib. O'zgan mal bozor, realdu bog'lar ulanadi. Qancha so'm bo'ldi aka? 67 ming so'm bo'libdi. Torpog'i bormi? O'zi ekan 67 ming so'm bo'libdi. Qancha oldi to'g'an? Bo'z bu. 90 ming so'm bo'libdi. Bo'zi. Ova 90 deydi. Tak. Qanchadan bo'ldi aka bu qolar? 100 ming bo'libdi, 102 bo'libdi, 51 mingdan. Erkak torpoqlar. Tartib o'tgandan chiqarib o'ylab qo'yinglar deb.
Urgaçı aka? Urgaçı şu Alatorpok'ta 24,5 ming boluptur şulda. Tartıp koyduk, tartıp koyuyoruz. Erkek torpoğa? Kança oldu o? 53 ming son boluptur. Buna bu kadar çoğun. Kança oldu dostum? 128 boluptur. Şul çoğun bu kadar. Bazar kabar aka? Kaça oldu değil? 128 değil. Bunacın kança oldu aka? Boz? 52 ming son boluptur. Ava kanç son boldu bu? Boz bu? 85 ming son boluptur. Kança oldu uylar? Aka kança oldu? Kaça oldu? 80 oldu. 80 ming eken. Starta görüyoruz doğanlar. Bizde 10 ming adamlar görüyor. Like olsa doğanlar 1000 adamda basmaydı. Basıp koyunuzlar ezip. Torpoktu uyular. Torpok urgaç eken. Kança oldu aka? 70? 70 ming son boldu. Ha, 71 ming boldu ha. Aa, жақсы, жақсы. Sadaqa Allah'ın çusulması. Jana tozuqdan o'tni. Qancha oldu Tuğan? Sadaqa ma'lum Ha? qilinishi. 70'ten 70'ten 140 soyuş kamına. Uylar. 70'ten 140. Qancha oldu kam? Bilbey degan bu. Bilbeyim deydi. Bunu sorayız. Qancha oldu Tuğan? Bu bola turgan buqa qancha oldu Tuğan? Ha? 30.500. Buqa qimmatlab turay. Qancha oldu aka uy? 50 ga kimdan? So'yaverasizlar bar. Qancha oldu Tuğan? 51 ming so'm bo'libdir. Kunajin. Ama bir oyun akçasını aytıp koyun. 75. Qanchani tuğan eken? Bir tuğan. Birdi tuğan. 75 ming so'm bo'libdi. Eyvah, bo'la turgan bir achka qancha bo'ldi ukam? Ha, sen bilmaysingmi? Qancha oldu aka? 62 ming so'm. Bolasi erkakmi? Urg'ach ekan, ha? 62 ming so'm bo'ldi. Erkek torpoqtor keladi. Hava qancha oldu? 46 ming so'm. Qancha oldu Tuğan? 65 ming so'm. Qancha oldu aka? 65 ekan bu. Qancha oldu bu torpog'i men? 125 deydi. Torpog' erkek ekan. Qanchadan bo'ldi Tuğan? 43,5 mingdan erkek torpoqdir. Qancha oldu Tuğan bu? 36 ming so'm bo'ldi. Ha, Tuğanlar. Aka, echkini ayting, echkinin aqchasini. 5800. Bo'ldi. Qancha oldu aka uy? 62 oldu. Boz bu? 62 ming so'm bo'ldi.